Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Ziox Minecraft. Biz bugungi videomizda mana shu ko'rib turgan suv osti kemalaridan foydalanib, suv ostini o'rganib chiqamiz va sizlarga ko'proq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Demak, biz suvga tushib olishimiz kerak. Sekin-asta tushib olamiz. Tezroq. Qani boshladik bo'lmasa. Mana suv o'tlari. Suv ostida eng ko'p blok bu graviy hisoblanadi. Va hayotdan oladigan bo'lsak, rostdan ham graviy, ya'ni toshlar, qumlar juda ko'p chiqadi. Yana real hayotdan oladigan bo'lsak, okeanda eng chuqur joylar bo'ladi. Real hayotdagi eng chuqur joy bu Mariana botig'i. Mariana botig'i Everestdan 1,5 ta sig'dira oladi. Ya'ni Everestning balandligi 8888 metr bo'lsa, uning chuqurligi 11 kilometrga teng. Demak, Mariana botig'i dunyodagi eng chuqur joy deb aytiladi. U yerda kinolarda ko'rgan bo'lsalaring, megalodonlar, har xil eng katta mavjudotlar yuradi deb faraz qilishadi. Olimlar esa Mariana botig'ini eng chuqurigacha tushib ko'rganmi, ko'rmaganmi, bundan meni xabarim yo'q do'stlarim. Demak, zombilar. Real hayotda zombilar bo'lmasa kerak, bo'lmaydi ham. Suv ostida endi bu Minecraft bo'lganligi uchun bor. Do'stlar, sizlarga bir savolim bor. Buni kommentariyaga yozib ketinglar. Dunyoda eng katta okean bu qaysi okean? Bu javobni aytib ketinglar va bu okeanga nomni kim bergan? Bu savolga javob bergan odamni taqdirlaymiz. Albatta birinchi bo'lib javob berganda. Hammaga xayr do'stlarim.